Assalomu alaykum. Bugungi masalamiz bu tranzit termal analiz, ya'ni vaqtga nisbatan vaqt o'tishi bilan temperaturani o'zgarishini aniqlash uchun qo'llaniladigan analiz. Bizning asosiy masalamiz shartlari bizda mana bu ko'rinishdagi demak metal, ya'ni bu quyish qolipi deyiladi. Ustki qismi metal qoplama, ichida alyumin va markazida bu granit va shunga o'xshagan materialdan qilingan qotishma. Demak, tashqi metalning temperaturasi 250 gradus, alyuminning temperaturasi esa markazda 680 gradus va granitning temperaturasi 75 gradus Selsiyda. Bu sistemaning ichki temperaturalari va sistemamiz boshlang'ich shartda mana shu temperaturada turadi va qanchadir vaqt o'tgan sari bu sistemamiz sovishni boshlaydi, ya'ni o'zidan tashqariga temperaturani chiqarib, tashqi xonaning ta'sirida temperaturasi sovishni boshlaydi. Va ko'radigan bo'lsak, bu mana sovish grafigi, bu olingan natijalar 5, 10, 15 va 20 daqiqa, 4 ta va 0 sekundda ham, ya'ni 5 ta vaqt oralig'i qaralgan va o'sha vaqt oralig'ida sistemaning sovish jarayoni ko'rilgan. Va sovish jarayoni 3 ta nuqtada ko'rilgan, mana birinchi, ikkinchi va 3-chi nuqtalarda. Va shular asosida mana grafik shakllantirilgan. Mana grafikni ko'radigan bo'lsak, temperaturamiz mana 600 dan yuqori bo'lgan temperatura vaqt o'tishi bilan asta-sekin mana 20 minutda 400 dan ham pastga, 428-430 gradusgacha pasaygan temperaturasi. Maksimal 623 gradusdan. Bizni hozirgi qiladigan ishimiz mana shu hisob-kitob jarayonini amalga oshirish. ANSYS Stat Thermal analiz yordamida. Demak, bu uchun mana tranzit termal analizni ochib oldik. Modelimizni yukladik. Faqat narsaga e'tibor berish kerak, men hozirgi analizda faqatgina po'latni olganman. Uchala detallar uchun ham bitta material tanlangan. Aslida esa uchala detal 3 xil materialdan iborat bo'lishi kerak. Birinchi qilingan analizga keladigan bo'lsak, birinchisida biz ichki temperatura bermasdan har bir jismimizga tashqi temperatura berib chiqqanmiz. Uchala jism uchalasiga tashqi temperatura berib ko'rilgan. Bu biz ko'rayotgan natijani to'liq anglatmaydi, chunki bu biz bergan tashqi temperatura sistemani sovishiga emas, naborat temperatura bir xilda ushlanib turishiga xizmat qiladi. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, mana temperaturamiz ko'ryapmizki, vaqt o'tishi bilan o'zgargani yo'q. Naborat temperatura 20 minutda ham, 0 minutda ham, 5, 10, 15 da ham temperatura bir xilda turibdi. Chunki biz tashqi temperatura berganmiz, bu temperaturani o'zgarishiga sabab bo'lmaydi. Temperaturani bir xil ushlab turilishiga olib keladi. Endi nima qilish kerak? Endi biz sistemamizga ichki temperatura berishimiz kerak bo'ladi, ya'ni initial temperatura. Mana bu ko'rinishda.
Demak, hozir ko'radigan bo'lsak, bizda Intel temperatura 250 olingan, ya'ni tashqi metallni temperaturasi qo'yilgan. Buning sababi qolgan ikkita detalni, alyumin va yadroni alohida ichki temperaturani bersam, o'zi avtomatik 250 gradus bu tashqi metallni temperaturasiga o'tadi, ichki temperaturasiga. Men bu temperaturalarni berishim uchun name selection hosil qilib olishim kerak edi. Ya'ni nima uchun? Bu metal, kode va I. Mana alohida nomlab oldim detallarimni. 3 ta detal qilib. Va bularni nomlab olgandan keyin men command bo'limini kiritdim. Ya'ni command bo'limi orqali biz ichki temperaturani beramiz. Nimaga bu yerdan bermadi? Chunki Intel temperaturani ko'radigan bo'lsak, bu bittadan ortiq hosil qilib bo'lmaydi. Bizda 3 ta jism. 3 ta jismni uchalasiga alohida berishimiz kerak. Shuning uchun men command bo'limidan foydalandim va qolgan ikkita alyuminiy va yadro uchun alohida temperaturalarni berib chiqdim. Demak, mana ko'radigan bo'lsak, temperaturamiz mana alyuminiy, Intel temperaturamiz alyuminiyniki temperaturasi mana 680 gradus. Xuddi shunaqa markaziy yadroni ham temperaturasi 75 gradus berib olganman bitta command orqali. Keyingi navbat bu konveksiya. Convection, ya'ni xonani standart temperaturasi 25 gradus Selsiy. Bizni qolibimiz xonada turibdi va xonada turgan holda sovish jarayoni yuzaga keladi. Va bu sovish jarayonida xona va qolip o'rtasidagi koeffitsient, sovish koeffitsient, ya'ni 15 watt metr kvadrat sekund bilan sovsin, ya'ni xonani temperaturasi shuncha yuzaga mana shunaqa koeffitsient orqali ta'sir qilsin degan. 15 watt metr kvadrat sekund. Ya'ni 1 sekund emas, Selsiy. Ya'ni 1 metr kvadratga shuncha 15 wattdan ta'sir qilyapti issiqlik. Bizda esa bu 25 gradus Selsiy, bu isish emas, naborot qolipni sovishiga yordam beradi. Analiz setting bo'limini ko'radigan bo'lsak, analiz settings bo'limida umumiy tugash vaqti 1200 sekund olingan. Ya'ni bu 20 minutga to'g'ri keladi. Va after time step yoniq qoldirganman 10 yoqamiz va uni vaqtga nisbatan olamiz. Demak, Intel time step 1 sekund, minimum time step 0.10 dan 1 olganman va maksimum time step 60 sekund olganman. Demak, bu natijani aniqroq ko'rishimizga yordam beradi. Va hisoblash jarayoniga berganman. Hisoblagandan keyin bizga quyidagi natijalar chiqqan. Va ko'radigan bo'lsak, bu birinchisi 0 dagi, ya'ni 0 sekunddagi sistemaning boshlang'ich vaqtdagi temperaturasi. Va boshlang'ich vaqtda temperatura ko'rdamizki 680 gradus alyuminiy va tashqi qobiq temperaturasi metal qobiqdagi 250 va ichki yadroniki 95. O'zi aslida 75 berganmiz. Qanchadir 1 sekund vaqt o'tgandan keyin alyuminiy temperaturasiga ta'sir qilish natijasi 20 gradusga qizigan. Va 5 minutdan keyin ko'radigan bo'lsak, mana temperaturamiz o'zi 309 gradus Selsiygacha pasaydi. Va 10 minutdan keyingi temperaturamiz, 10 minutdan keyin esa temperaturamiz 290 gradusga tushdi. 15 minutdan keyin esa temperaturamiz
278 gradusga pasaydi. Va 20 minutdan keyin temperaturamiz 268 gradusga pasaydi. Agar buni hisoblaydigan bo'lsak, mana 268 gradus bo'lsa, 680 minus 268 gradus. Bu taxminan 112 gradusgacha pasaygan temperaturasi. Mana grafikni ko'radigan bo'lsak, temperaturamizni ko'radigan bo'lsak, mana 679 dan sekin pasayishni boshlagan vaqt o'tgan sari va 1200 ga kelib temperaturamiz 300 dan pasayib 260 gradus 268 gradusgacha pasaygan, mana shunaqa ko'rinishda. Va bu yerga ko'radigan bo'lsa, bu yerda ham temperatura mana shunaqa ko'rinishda pasayib boryapti. Faqat bu yerda 3 xil material. Bizda esa uchala detal uchun ham bir xil material olganmiz. Lekin analiz qilish jarayoni mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va bundan xulosa qiladigan bo'lsak, demak mana temperaturamiz pasayishni boshladi. Men vaqtni sekinlashtiraman. Demak, keyingi vazifa, ya'ni topshiriq bu 3 xil materialni qo'llagan holda xuddi mana shunaqa analiz jarayonini olish va taqqoslash mana bu grafik orqali. Natijalar qani 600 dan nechigacha tushadi, 900 gacha yo 200 yo 300 gacha ham kamayadimi? Mana shularni mustaqil o'zingiz qilib ko'rishingiz mumkin.